Seksga taylanish kerak. Bizda ko'p ayollar shunaqa qiladi, geldilar do'shasi bilan yuvadi chiqadi. Rost ayollar qilib boradi. Kimlardir og'ziga tashlab olgisi keladi. Erim oyog'imni yalaydi bugun deydi. Yalating boribsan, yalataman. Mana bunaqa desachi, jalabcha desachi, yo'q, u shunaqa bo'lishingiz kerak-da. Spinneri ham yaxshisi bo'lish kerak. Krupniy video tashiyman. Bo'ldi, u keladi. Senga qilganim, xotinimga qilganimda xotinim meni mana shundoq qo'yardi deydi. Qilish kerak edi xotinimga. Xotinim senga o'xshamaydi deb. Shu qilib, kulib, keyin erkak kishi xohlagandan keyin уже voq men buni xohlayapman deb, ana ayol kishi nima etsa, o'shani sharaqlatib olib kelib beradi. Ko'pchilik ikkinchi, uchinchisini ham xohlab erkakni to'ydirib qo'yish kerak. Должен sensan, spalnida ushlab olaman deb bo'ladi. Qaynona bola chaqa qiladi, erga o'zini ayoli jozibasini ko'rsatib bera olmaydi. Undan oldin erim boshqacha edi, keyin o'zgarib qoldi. Ayollar ko'proq erini o'ziga qaratib olish kerak. Er bilan sal ochiqroq kiyimda ochiqroq gaplashsa bo'ladi. Yetish kerak-ku o'sha. Yoki yechintirish kerak. Misol uchun kimdir tagida, kimdir ustida bo'ladi. Chunki ko'chada tolkaga yuradigan qizga faqat puli kerak, er kerak emas. Ko'pchilik erkaklar неудачный miniyatga uchrab qoladi. Baqirib, ovoz bilan ko'zlarini suzib, mazza qilayotganini bilsa, erkak kishi o'shandan keyin mazza qilishni boshlaydi. Oddiy qo'lingizda shunday holat deysiz, уже erkak kishi o'sha o'chadi o'sha joyda. Hozir uyga boring, men sizga mana shu nazorat o'xshadim, chaqirib beraman. Nozik psixologiya 18+ kursimizga ulanib olinglar, joylar kam qoldi. Tez profilga o'tib, sotib olsanglar bo'ladi kursimizni. O'sha yerda sizlarga 100% garantiya bilan turmush o'rtog'inglarni yana ham ichki tuyg'ularni yondirib, sizlarga bo'lgan muhabbatini ochiq, oydin, nima deydi, shunday ko'rsatib beradi deya, o'tib olamiz tezroq.